Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan qiziqarli mavzuni ko'rib chiqamiz. Bilasizmi, insonlar tashqi dunyodan oladigan axborotni 90% ko'z orqali qabul qiladi. Bugungi mavzumiz ko'rish analizatori. Ko'rish analizatori bosh miya yarimsharlar po'stlog'ining ensa qismida joylashgan. Ha, hurmatli tinglovchilar, juda ham to'g'ri eshitdingiz. Ko'rish analizatori bosh miya yarimsharlar po'stlog'ining ensa qismida joylashgan. Ko'rish analizatori ko'rish nervlari orqali ko'rish analizatorining periferik qismi, ya'ni ko'zlar bilan bog'langan. Bugun sizlar bilan ko'zning tuzilishini o'rganamiz. Ko'zlarimiz ko'z soqqasi va yordamchi qismlar, ko'z yosh bezi, qovoqlar, kipriklar va ko'z muskullaridan tashkil topgan. Ko'z muskullari ko'z soqqasini harakatlantirishga yordam berar ekan. Hurmatli tinglovchilar, endi sizlar bilan ko'zning ichki tuzilishi haqida gaplashamiz. Ko'pchilik tinglovchilar adashadigan eng muhim joylarini tushuntirib o'taman. Demak, e'tibor beramiz. Ko'z soqqasi tashqi tomondan 3 qavat parda bilan qoplangan. Bular oqsilli parda, tomirli parda va to'r parda. Oqsilli parda ko'z oldingi sohasida joylashgan qismi, e'tibor berishingiz mumkin, shohsimon parda deb ataladi. Shohsimon parda o'zidan yorug'lik nurlarni o'tkazadi. Shohsimon pardada juda ko'p retseptorlar joylashgan bo'lib, ushbu retseptorlar bu ko'zimizni tashqi muhitdan kelgan noqulay ta'sirlarni qabul qiladi va bizni ogohlantiradi. Bu orqali biz ko'zlarimizni yumib yoki ko'z yosh bezlarimiz ishga tushib, ko'zimizni himoya qiladi. Oqsil pardani shoh pardadan keyingi qismi xira oqish sklerani hosil qilgan. Xira oqish sklera o'zidan yorug'lik nurlarni o'tkazmaydi. Oqsil pardaning ostki tomonida biz tomirli pardani ko'rishimiz mumkin. Tomirli pardani ko'z old sohasida joylashgan qismi kamalak pardani hosil qiladi. Kamalak parda havo rangdan to'q jigar ranggacha bo'lishi mumkin. Tomirli pardani shoh pardadan keyingi qismi o'zgarib, kiprikli tana muskullarini hosil qilgan. Kiprikli tana muskullari ko'z gavharini kamalak parda va ko'z soqqasiga yopishib turishini ta'minlaydi. Tomirli pardaning ostki tomonida biz to'r pardani ko'rishimiz mumkin. Ko'zda eng muhim qism desam bo'ladi. Quyida to'r pardani tuzilishini tushuntirib beraman. To'r parda nima uchun muhim? Chunki to'r pardada juda ko'p retseptorlar joylashgan. Aynan to'r pardadagi retseptorlar orqali biz tashqi ta'sirlarni sezamiz va ko'rish sezgisini hosil qilamiz. Ya'ni predmetdan qaytayotgan tasvirlarni o'zimizga qabul qilib olamiz. Ya'ni to'r pardada ikki xil retseptor joylashgan ekan. E'tibor bering. 110-125 milliontagacha tayoqchasimon, 6-7 million kolbasimon. Ushbu retseptorlar qanday holatda ishlaydi? Hozir sizlarga tushuntirib beraman. Tayoqchasimon retseptorlarimiz juda kuchsiz yorug'likka ham sezgir bo'ladi. Shuning uchun ularni biz tungi sezish retseptorlari deb ataymiz. Bu retseptorlarning faoliyatini tushunishimiz uchun aynan o'sha tayoqchasimon retseptorlarning buzilish holatida nima kuzatiladi, shuni aytsam, keyin tushunarli bo'ladi. Demak, tayoqchasimon retseptorlarning faoliyati buzilganda odam tunda ko'ra olmaydi, ya'ni shapko'rlik kelib chiqadi. Shundan endi tayoqchasimon retseptorlarimiz bizni o'sha qorong'uda, xira yorug'likda nisbatan ko'rishimizni ta'minlab berar ekan. Kolbasimon retseptorlarimiz soni esa ko'rib turibsiz 6-7 million. Ular qizil, yashil va ko'k ranglarni sezadi, ya'ni bizga ranglarni ajratishimizga yordam beradi. Kolbasimon retseptorlarni biz, hurmatli tinglovchilar, aytishimiz mumkin, kunduzgi ko'rish retseptorlari deb aytamiz. Aynan kolbasimon retseptorlarning faoliyati buzilganda biz ranglarni yaxshi ajrata olmaymiz, ya'ni daltonizm kasalligi belgilari kuzatiladi. Tug'ma rang ajrata olmaslik holatlari esa erkaklarimiz orasida 10%, ayollar orasida esa 1% uchraydi ekan. Endi ko'zni ichki qismini o'rganamiz. Ichki qismida ko'rishingiz mumkin, kamalak pardani o'rtasida teshik bor. Ushbu teshik qorachiq teshigi deb ataladi. Qorachiq nima vazifa bajaradi? Bizga ko'zimiz tashqi muhitdan yorug'likni qabul qilishini boshqarib turadi. Agar siz juda kuchli yorug'lik zonasida o'tirgan bo'lsangiz, o'sha qorachiqlarimiz qisqaradi, bizga kamroq yorug'lik o'tishini ta'minlaydi. Agar kuchsiz yorug'lik vaqtida esa qorachiqlarimiz kengayadi va ko'zlarimizga ko'proq yorug'lik nurlarni to'planishiga yordam beradi. Qorachiqni orqa tarafida ikkita tomoni qavariq linza bor. Bu gavhar deb ataladi. Biz yuqorida aytdik. Gavhar kiprikli tana muskullari yordamida ko'zni kamalak pardasiga va soqqaga yopishib turadi dedik. Gavhar ikkita tomoni qavariq linzadan tashkil topgan ekan, ya'ni tuzilgan ekan.
Gavhardan keyin to'rpardagacha bo'lgan qismdagi bo'shliqni, mana shu bo'shliqni shishasimon tana suyuqlik to'ldirib turadi. Demak, gavhardan to'rpardagacha bo'lgan qismdagi bo'shliqda shishasimon tana joylashgan ekan. Endi hurmatli tinglovchilar, ko'r dog', sariq dog', aniq ko'rish markazlari haqida ma'lumot berib o'taman, diqqat bilan tinglang. Ko'rishimiz mumkin, men yuqorida aytib o'tdim. Ko'rish analizatori bosh miya yarimsharlarining po'stlog'ining ensi zonasida joylashgan. Ko'rish nervlari orqali ko'rish analizatorining periferik qismi hisoblangan ko'zlarga tutashgan deb aytib o'tdim. Shu ma'lumotdan tushuntirib ketaman. Yaxshilab e'tibor bering. Aynan o'sha bosh miya yarimsharlar po'stlog'ining ensa qismi bilan bog'laydigan nerv tolalarimiz ko'zga mana shu qismdan kelib bog'lanar ekan. Yana bu yerda nervlardan tashqari qon tomirlarini ham ko'rishingiz mumkin. Aynan mana shu ko'rish nervlari chiqqan joy bizda ko'rdog' deb ataladi. Mana shu qism ko'rdog'. Diqqat bilan eshiting, ko'rdog'da retseptorlar bo'lmaydi. Shuning uchun biz retseptorlar bo'lmagani uchun buyumdan qaytgan tasvir qachon ko'rdog'iga tushadigan bo'lsa, biz o'sha buyumni o'sha daqiqada ko'rmaymiz. Bu holatda o'sha kundalik hayotda ham ko'rishimiz mumkin. Nimadir qidirgan vaqtimizda topilmaydi, keyin o'rnida turganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bunda aytamizki, boya joyida yo'q edi, endi paydo bo'libdi degan fikrlarni ham ishlatganmiz. Aslida bu o'sha predmetdan qaytgan tasvir o'sha daqiqada sizni ko'rdog'ingizga tushganligi bilan tushuntiriladi. Endi ko'rdog'dan uncha uzoq bo'lmagan joyda retseptorlar to'planadigan joy bor. Bu joy sariq dog' deb ataladi. Juda ko'p retseptorlar to'planadigan joy bo'lgani uchun sariq dog'. Sariq dog'ni biz ko'rish markazi deymiz. Endi diqqat bilan eshiting, sariq dog'da kolbachasimon retseptorlar eng ko'p to'plangan zich joy bor. Ana o'sha hudud aniq ko'rish markazi deyiladi. Demak, ko'zni tuzilishini o'rgandik, hurmatli tinglovchilar. Predmetdan qaytgan nur qanday tartibda o'tar ekan, rasmga e'tibor qarating. Predmetdan qaytayotgan tasvir shoh parda, kamalak parda o'rtasidagi qorachiq, gavharni ko'rishingiz mumkin bu yerda va shishasimon tanadan o'tib, sariq dog'da aynan predmet tasvirini teskari ag'darilgan holatda tushishini ko'rib turibsiz. Mana shu holatda predmetdan qaytayotgan nur keladi va sariq dog'dagi retseptorlar ta'sirini qabul qiladi, uni impulslarga aylantiradi, bosh miya yarimsharlar po'stlog'ining ensa qismiga olib boradi. U yerda sezgi hissi paydo bo'lar ekan. Hurmatli tinglovchilar, mana shu videoga diqqat qaratishingizni so'rardim. Biz uzoqdagi yoki yaqindagi buyumga qaraganimizda tasvir doim aniq ko'rinadi. Buni sababi aynan mana shu kiprikli tana muskullarini, ko'z gavharini harakatlantirishi bilan bog'liq jarayon ekan. Ko'z gavharimiz biz darslikda ham o'qiganmiz. Uzoqdagi buyumlarga qaraganimizda yassilashadi, yaqindagi buyumlarga qaraganimizda qalinlashadi degan tushunchalarni ishlatamiz. Aslida aynan gavharni, o'sha kelayotgan tasvirni ko'rish markazida fokuslash jarayoni akkomodatsiya hodisasi deyiladi. O'sha akkomodatsiya hodisasi qanday sodir bo'lishini video orqali diqqat bilan ko'rib olishingiz mumkin. Endi hurmatli tinglovchilar, yaqinni va uzoqni ko'rish haqida gaplashamiz. Yaqinni va uzoqni ko'rish aslida nima, qanaqa tushuniladi? Bularni tushuntirishdan oldin men me'yorda ko'rishni tushuntiraman. Demak, tasvirdan qaytayotgan yorug'lik nurlari gavhar orqali o'tadi va sariq dog'da tasvirni teskari ag'darilganini ko'radi. Teskari ag'darilgan holatda tasvir hosil bo'lishi kerak. Bu hammada normada shunaqa bo'ladi. Ya'ni tasvirdan buyumdan qaytayotgan yoki mana shu insondan qaytayotgan yorug'lik nurga e'tibor bersangiz, sariq dog'da teskari ag'darilgan holat kelyapti. Ya'ni bu yerda sariq dog'dan oldinda ham, sariq dog'dan keyin ham nur sinmayapti. Bu normada holat shunaqa bo'ladi. Endi aynan yaqinni va uzoqni ko'rish holati tug'ma xususiyatlar bilan ham bog'liq. Aynan agar sizni ko'zingiz tug'ma cho'ziq holatda bo'ladigan bo'lsa, mana soqqani ichida ko'z cho'ziq holatda bo'ladigan bo'lsa, tasvirdan qaytayotgan, buyumdan qaytayotgan tasvir sariq dog'dan oldinda sinadi. Siz bunda yaqinni yaxshi ko'rasiz, ya'ni yaqindan ko'rish deyiladi bu. Uzoqni yaxshi ko'ra olmaysiz. Bu holatni biz fan tilida miopiya deb tushuntiramiz. Ikkinchi holatga qaraydigan bo'lsak, agar ko'zimizni o'sha anatomik tuzilishi qisqa holatda bo'ladigan bo'lsa, predmetdan qaytayotgan yorug'lik nuri yoki mana shu insondan qaytayotgan yorug'lik nuriga e'tibor bersangiz, sariq dog'dan o'tib, undan keyin sinyapti. Mana shu holatda, demak, bunaqa insonlarda yaqinni yaxshi ko'ra olmaydi, lekin uzoqdan yaxshi ko'radi. Endi e'tibor bersangiz, ushbu ikkita holatni ham biz ko'zoynaklar yordamida davolashimiz mumkin, ya'ni normal holatga keltira olamiz. Agar
yaqinni ko'radigan odam bo'lsa, yaqindan yaxshi ko'radi, uzoqni yaxshi ko'ra olmaydi. Ya'ni miopiya holatida botiq linza taqamiz va nurni to'plab sariq dog'iga yetkazib beramiz. Ikkinchi holatda esa biz qavariq linzalar beramiz. Qavariq linza orqali tasvirni o'sha sariq dog'dan orqaga qaytishini ta'minlab berar ekanmiz qavariq linza orqali. Rasmga yaxshilab e'tibor beringizlar, bu yerda juda ham tushunarli berilgan. Quyidagi rasmda ham yana tushuntirib o'taman. Me'yorda ko'rish qanaqa? Predmetdan qaytayotgan tasvir sariq dog'da hosil bo'lishi kerak. Agar yaqinni ko'rish va uni ko'zoynak taqib tuzatish mumkin deb aytdim, yuqorida tushuntirib o'tdim. Predmetdan qaytgan tasvir sariq dog'dan oldinda sinyapti. Siz bu yerda qavariq ikki tomoni botiq linza taqib, mana rasmga e'tibor berishingiz mumkin. Botiq linza taqib mana shu holatni tuzatib berishimiz mumkin. Keyingisi uzoqni ko'rish va uni ko'zoynak taqib to'g'irlash. Bunda predmetdan qaytayotgan tasvir sariq dog'dan o'tib ketib sinadi. O'sha yerda tasvir hosil bo'lishi kerak. Biz bunga qavariq linza taqib ko'zni o'sha normal holatga keltiramiz. Hurmatli tinglovchilar, ko'z mavzusini shu bilan yakunlaymiz. Agar kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, to'ldirib boramiz. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.